Ovliq, Yangi Jigariston hakarmaliklar diqqatiga. Ziyo Kids bog'chasi 2026-yil uchun bolajonlarni qabul qilishni boshladi. Bu yoqda bayram bo'layotgan ekan, bayramning ustiga kelibmizda ketdik. Bog'cha 100 kishiga mo'ljallanib, hozirgi kunda yana ikkita gruppa ochish arafasida. Hamma ota-onalarni xavotirga soladigan narsa, bolam bog'chada qorni ochmi, to'qmi? Ziyo Kids bog'chasi ertalab soat 7 dan 19:00 gacha bolalaringni o'z bag'riga olib, 5 mahal ovqat bilan ta'minlab beradi. Bog'cha rus va ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan bo'lib, undan tashqari bolajonlaringiz taekvondo, gimnastika, mental arifmetika, ingliz tili, 10, 5, 3, rus tili va boshqa shunga o'xshagan to'garaklarni o'rganishadi. Logoped haftada 3 kun, lekin ehtiyoji bor bolalar bilan logoped defektologimiz har kuni shug'ullanadilar. Azizlarim, bilasizlar, bir kurs massaj 10 kun bo'ladi. Ziyo Kids bog'chada ham farzandlaringizni navbatiga qarab massaj kurslari olib boriladi. Azizlarim, lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Ovliqqa qayrilishda Market 1ni hamma biladi. Ziyo Kids shundoq yonginasida joylashgan.